Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan barchaga darslarimizni Xudo nasib qilsa yana davom ettiramiz. Bugun imkon qadar shu hujayra membranasi va hujayra membranasidan har xil turdagi, ya'ni qutbsiz qutbli molekulalarning o'tishi va ionlarning o'tishi haqidagi ba'zi bir ma'lumotlarni tushunishga harakat qilamiz. Shuning uchun prezentatsiya nomi Cell Membrane and the Passage of Various Molecules and Ions deb nomlangan. Ketdik. Xo'p. Umuman hujayra membranasi haqida e, oldin e, alohida bir video darslik tayyorlagandik. Shunda berilgan ba'zi ma'lumotlar takrorlanadi katta ehtimol. Lekin unda yo'q ko'p ma'lumotlar bor. Hujayra membranasi haqidagi boshqa bir video faylni ham ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, hujayra membranasi umuman olganda yog'larni qo'sh qavatidan iboratligini ko'pchiligimiz bilamiz. Endi ko'pchiligi bilgani shu yog'larni o'zi bilan cheklanib qolgan. Unday emas. Hujayra membranasini tarkibida oqsillar ham bor. Bu oqsillar juda ham ko'p vazifalarni bajaradi. Ionlar bo'lishi mumkin, retseptorlar bo'lishi mumkin. Endi hozir u haqida gaplashmaymiz-ku. Hujayrani membranasini mustahkamligiga ta'sirini nuqtai nazaridan bitta ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman. Bu haqda yana balki alohida video dars qilarmiz. Xo'p, ya'ni ukaskamiz manimcha ko'rinyapti. Bu qo'l harakatim. Ya'ni mana shu transmembrana oqsil deylik. U yoqdan ham bu yoqdan ham chiqib turadigan transmembrana oqsilni shu mana bu gidrofob qismi bor. Bu yog'i ham mana gidrofob, aynan shu yer uchun mustahkamligi bor. Bu yog'i suvga chiqib turgan qismi gidrofilligi yuqori, bu yoqda ham gidrofilligi yuqori. Ya'ni shu nuqtai nazardan bu oqsillar shu yerda joylashishi atrofidagi yog' molekulalariga, ya'ni gidrodinamik muvozanatini osonroq saqlashiga biroz yordam berishi mumkin. Sababi yog'larni ushlab turgan kuch, mana aytaylik, gidrofob o'zaro ta'sirlar yog' molekulalarini gidrofil qismi bilan suv o'rtasidagi munosabatlarni o'zidangina iborat bo'lsa, endi oqsil katta molekula bo'lgani uchun baribir buni suvdagi, ya'ni o'zini aytaylik molekulaga xos inertsiyasi yuqoriroq. Shu bilan birga mana gidrofob qismi shu yerga muvofiq kelganligi uchun va gidrofil qismi muvofiq kelgani uchun bu yoqqa, ya'ni hujayrani gidrodinamik muvozanatini yaxshilashiga hissa qo'shadi deb da'vo qilishimiz mumkin. Xo'p, oqsillar bor, transmembrana oqsillar bor, periferal membrana oqsillar bor. Mana integral membrana oqsillar deyilyapti. Shu bilan birga oqsillardan tashqari endi mana bu uglevod qismlar bor. Mana glycolipid degan, lipid with carbohydrate attached deyilgan glikallar, qisqasi oqsil yuzasida glikallar. Bular asosan shu retseptorlarga yordamchi vazifasini bajaradi deyishimiz mumkin. Suvda eruvchanligi yuqori bo'ladi bu glikallarni. Shu glikallar borligi uchun ham alohida tip molekulalarni shu oqsillarga nisbatan affilligi, ya'ni yaxshiroq ta'minlanadi glikallarning hisobiga. Umuman, ya'ni esda saqlab qolishimiz kerak bo'lgani, hujayra membranasi faqat yog'larning qo'sh qavatidangina iborat emas. Buni ichida, ya'ni yog'larning qo'sh qavatini ichida oqsillar bor, har xil oqsillar, integral membrana oqsillari, periferal membrana oqsillari, ikki tomondan misol uchun chiqib turgan yoki yarim botib turgan oqsillar bo'lishi mumkin va shu bilan birga shu glikanlar, uglevod qismlari bor. Xo'p, endi har xil molekulalar bemalol yog' qatlami orasidan o'tib keta oladimi degan savolni shu fundamental asosini tushunishga harakat qilamiz bugungi darsimizda. Xo'p, boshlanishiga mana ionlar, natriy ion misol uchun
hujayra membranasi orasidan bemalol o'tib keta oladimi? Yo'q. Yuqori yuqoriroq, ya'ni natriy ioniga nisbatan katta, e, ya'ni radiusga ega bo'lgan quyi molekulyar birikmalardan bittasi mana shakar va saxaroza. Hujayra membranasi orasidan o'tib keta oladimi? Yo'q. Xo'p, endi azot natriy ioniga nisbatan katta, ikkita atomdan iborat molekula o'tib keta oladimi? Ha, o'tib keta oladi. Etanol o'tib keta oladimi? Biroz qiyinchilik bilan o'tib keta oladi bemalol. Endi suv o'tib keta oladimi? O'tib keta olmaydimi? Yo'q, o'tib keta olmaydi. Nima sababdan degan narsani endi shu tushunishga harakat qilamiz. Qisqaroq qilib aytganda bu e, ya'ni molekulalarni yoki ionlarni gidrofilligi va gidrofobligi bilan bog'liq. Mana bu yog'i e, qo'shqavatini ichki qismi, ya'ni gidrofob ta'sirlarga ega bo'lgandan keyin bu gidrofob ta'sirli zonadan gidrofob molekulalar bemalol o'tib keta oladi. Azot gidrofobmi? Ha, gidrofob, qutbsiz. Endi qutbsiz gidrofob deganimiz biroz farqi borda, endi bu haqda hozir gaplashmaylik. Keyinroq nimalar keladi rasmda tushunishimiz osonroq bo'ladi. Kislorod o'tib ketishi mumkinmi? Ha, o'tib keta oladi. Ikkita donagina molekuladan iborat, atomdan iborat molekula, azot ham kislorod ham bemalol o'tib keta oladi. Karbon angidrid o'tib keta oladimi? Ha, o'tib keta oladi. Chunki u ham qutbsiz molekula. Qutbsiz molekulalar bemalol o'tib keta oladi. Endi faqat nisbiy elektromanfiylik bilangina bog'liq emas. Endi bu haqda qo'shimcha ma'lumot o'qishingizga to'g'ri keladi, to'liqroq tushunib olishimiz uchun. Qisqasi, qaysidir molekulani lipid qo'shqavati orasidan o'ta olish, o'ta olmasligi shu moddalarni, molekula bo'lsin, ion bo'lsin, molekulyar ion bo'lsin, atom bo'lsin, ya'ni qutbsiz yoki qutbli ekanligiga yoki gidrofob, gidrofilligiga bog'liq va shundan kelib chiqadi. Xo'p, endi buni to'liqroq tushunib olish uchun mana yana hujayra membranasini asosiy tarkibiy qismi bo'lgan fosfolipidlarni strukturasini bitta yaxshilab eslab olishimiz to'g'ri keladi. Aytaylik, mana eng ko'p uchraydigan fosfolipidlarni umumiy strukturasi mana shu yerda ko'rsatilgan. Diglitserid bo'ladi, triglitserid bo'lmaydi. Triglitserid bo'ladigan bo'lsa fosfat gruppa birikolmaydi. Shu diglitserid bo'lganligi uchun ham mana fosfat gruppa bu yoqda bor. Fosfat gruppa joylashgan va mana bu yerda murakkab efir bog'i bo'lganligi uchun umumiy jihatdan shu katta sferani, yog'larni, ya'ni gidrofil uchastkasi deb nisbiy nomlangan. Shuning uchun mana bu rasmlarda yumaloq sifatida ko'rsatiladi. Xan akademiyani veb-saytidan olingan juda ham bir chiroyli struktura yasashgan. Xo'p, endi diglitseridligidan kelib chiqadigan bo'lsak, shu nimani glitserolni, glitserinni bu yoqdagi, ya'ni ikkita O OH gruppasi murakkab efir murakkab efir bog'i orqali hosil qilgan mana yog' kislotalari orqali bog'langan dum qismi, ya'ni bu gidrofob ta'sirlarni yuzaga keltiradigan, ya'ni gidrofob uchastka hisoblanadi. Bu yerdagi masalan gidrofob ta'sirlar, mana bu ikkita dum bilan bu ikkita dum orasidagi gidrofob ta'sirlar, mana bu gidrofil ta'sirlardan kuchi ancha kam bo'ladi. Chunki bu fosfat ioni turibdi, bu yoqda mana bu vodorod bog'lari yuzaga keltirishi mumkin kislorod. Bu haqda ham menda narigi videoyimizni ko'rsalar alohida gapirilgan. Keyinchalik yana to'xtalamiz. Endi mana bu faqat to'yingan bog'lardan iborat bo'ladigan bo'lsa va to'yinmagan bog'lardan iborat bo'ladigan bo'lsa molekulada, ya'ni mana bu qo'sh bog' hisobiga, ya'ni konformatsiyasida o'zgarish bo'ladi, qiyshayis kuzatiladi va shu qiyshayis mana bu ya'ni gidrodinamik muvozanatini yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni
umumiy uzunchoq bo'ladigan bo'lsa, buni ya'ni uglerod atomini orasida to'yingan bog' bo'lganligi uchun har xil ya'ni tomonga siljish ehtimoli bor. Qo'sh bog'larda bu qo'sh bog' bo'lishi hisobiga bu narsa ya'ni kamroq samara beradi. Xo'p, lipidlarni umuman turlarini qisqa eslab o'tib ketamiz. Yog' kislotalari, mana hozirgi aytib o'tganimiz mana yog' kislotaning yarmi qismi bu yoqda karboksil guruh tutgani, ya'ni u yerda suv chiqib ketgani hisobiga endi shu mana bu murakkab efir bog'i qoladi. Yog' kislotalardan iborat yog'lar glitserolipidlardan iborat. Mana fosfogruppa qo'shiladigan bo'lsa fosfolipid bo'lardi. Endi bu diglitserolipid hisoblanadi. Glitserofosfolipid mana fosfat gruppa qo'shilyapti. Bu yoqda mana xolin gruppa turibdi. Sfingalipidlar bor. Sfingalipidlarda mana azot tutgan bo'ladi. Glitserinni OH'ni o'rniga NH guruh bo'ladi. Sterollipidlar, ya'ni steroidlar umuman tetragidro pentatsikla fenantren, uzr. Fenantren mana bu moddani oti. Bu pentasikla fenantren xoslalari, ya'ni steroidlarning umumiy ko'rinishi sterollipidlar bo'lishi mumkin va prenollipidlar mana ko'rib turganimiz izopren xoslalari sifatida qaraladigan lipidlardan iborat bo'lishi mumkin. Xo'p, endi fosfatidil xolin mana alohida strukturalar. Monoatsil fosfatidil xolin mana PC, monoatsil fosfatidil xolin bitta atsil holati bor xolos bu yerda. Ikkalasi ham mana sviter ion ko'rinishiga ega, ham plyus ham minus zaryad tutyapti bir joyi o'zida. Endi buni nima ahamiyati bor deyiladigan bo'lsa, bu sviter ionligi hisobiga, ya'ni suv molekulalari bilan tortilishi yana ham mustahkamroq bo'ladi. Gidrodinamik muvozanatiga yaxshiroq ta'sir qiladi. Fosfatidil etanol amin. Bunda ham mana sviter ion ko'rinishiga ega. Fosfat gruppani OH minusligi hisobiga va mana etanol aminni ionlangan amino guruhning hisobiga musbat zaryad vujudga keladi. Fosfatidil glitserol. Bu endi bu yoqda mana minus ion bo'lsa, endi bu yoqda mana kuchli dipol ta'siri vujudga keltirishi mumkin ikkita OH hisobiga. Fosfatidil inazidol. Fosfatidil glitserolga nisbatan ham mana 1, 2, 3, 4, 5 ta OH gruppasi borligi uchun inazidolda o'zi 6 ta bo'ladi. 5 ta ya'ni OH gruppasi borligi hisobiga kuchli dipol ta'sirlar vujudga keltiradi. Ion bo'lmasa ham, ya'ni bu ham ya'ni gidrodinamik muvozanati yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Xo'p, fosfatidil serin. Fosfatidil serinda endi mana bu tepada aytib o'tganimiz sviter iondan ham ko'ra ionni, ya'ni kuchi ko'proq deb aytishimiz mumkin. Fosfat gruppani minusi, bu yerda serinni OH'ni minusi va amino gruppani musbat zaryadi. Ya'ni shu kabi gruppalarning borligi hisobiga, ya'ni lipidlar har xil, ya'ni darajada hujayraning ichki va tashqi tomonida suv molekulalari bilan birga kuchli yoki kamroq ion dipol ta'sirlarni vujudga keltira olishi mumkin. Xo'p, endi nima uchun biz buni tushunishimiz kerak? Har xil, ya'ni organoidlarda yoki organizmlarda lipid tarkibi, ya'ni biologik membranalar lipid tarkibi har xil bo'ladi. Misol uchun xolesterin mitoxondriyada aniqlanmagan. Xolesterin strukturasi mana bitta ko'rib olaylik. Mana shu ko'rinishi. Xolesterolku mana shu ko'rinishi. Xolesterin ya'ni aynan ko'rinish emas, ya'ni o'sha sikl bor demoqchiman. Xolesterin
mitoxondriyani tashqi qatlamida ham ichki qatlamida ham yo'qligi keltirib o'tilgan. CHO nima edi bu yerda? CHOB Chinese hamster cells. Ya'ni sut emizuvchilarda turi Chinese hamster cellsda ham xolesterin yo'q. Eritrotsitlarda xolesterinni miqdori ko'p. Endoplazmatik to'rda xolesterinni miqdori 1/5 qismga to'g'ri kelyapti. Umumiy olganda Escherichia coli hujayra membranasida yo'q. Fosfatidil etanolamin, fosfatidil serin mana sfingomielinda bundoq ko'riladigan bo'lsa eritrotsitda o'xshash miqdorda, bu yoqda mana mitoxondriyada fosfatidilserin ko'pligini ko'ryapmiz. Endoplazmatik retikulumda ham ko'p va Escherichiada fosfatidilserin bilan mana sfingomiyelin yo'qligi keltirib o'tilgan. Ya'ni shularni borligi yoki yo'qligi, qay darajada ko'p yoki kamligi suv molekulalari bilan o'zaro ta'sirini belgilaydi va bu gidrodinamik muvozanatga ma'lum darajada hissa qo'shadi. Xo'p, endi mana aniqroq rasmlarda buni tushunsak yaxshiroq bo'ladi. Mana bu dum qismi, mana gidrofob dum qismi endi bu yerda keltirilmagan. Mana bu 4 ta molekula ko'radigan bo'lsak, R1, R2 ko'rinishida keltirilyapti. Mana bu molekula fosfatidil xolin molekulasi, mana fosfatidil xolin. Mana bu yerda fosfat guruh turibdi, mana minus bilan mana efir bog'lari turibdi, diglitseriddagi murakkab efir bog'lari. Xo'p, endi bu yoqda mana ya'ni zaryadlangan azot turibdi. Markazda zaryadlangan azot bo'lgani bilan atrofida mana 3 ta metil guruh borligini hisobiga bu yerda o'ziga xos ya'ni gidrofoblik bor. Shu gidrofoblik borligini mana ko'k rangda ko'rsatishga harakat qilishgan. Bu yog'i gidrofob, bu yog'i gidrofob. Endi aynan mana ularni singari gidrofobligi o'ta yuqori emas-ku, lekin intensivligi pastroq rangni tanlashgan mani nazarimda. O'rtada shu ionlangan azot borligi uchun, lekin baribir 3 ta metil guruhi borligi, bu yog'ida mana metilen guruh borligi 2 ta. Bu qismga ya'ni o'ziga xos gidrofoblikni ta'minlaydi. Endi nima ahamiyati bor deyiladigan bo'lsa, suv va lipidlarni o'zaro ya'ni munosabatlari bir-birini ichiga kirib ketganligini ta'minlaydi. Ya'ni ular ichida aynan bir chegarani da'vo qila olmaymiz. Mana suv qismi, mana membrana qismi. Qaysidir membranalarning orasida, ya'ni aytaylik bu yog'ida mana nima bo'lib turibdi, fosfatidil xolinni singari gidrofob qismlar bor va ichkariroqda mana fosfat gruppa borligi uchun suv o'zaro bu yoq bilan ta'sirlashadi, ichkariga kirib keladi. Qaysilaridadir ya'ni nima mana bu oraliq gidrofob qismlar bo'lmaganligi uchun suv bilan ya'ni lipidni o'zaro chegarasi shu ko'rinishda bo'lishi ham mumkin. Ya'ni hujayra membranasini yaxshiroq tushunib olish uchun gidrofob munosabatlarni to'liqroq tushunishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi va buni vujudga keltiradigan shu qutublilik va qutublilik qayerdan kelayotganini mohiyatiga yetsak, hujayra membranasini tushunishimiz osonroq bo'ladi. Endi mana bu model membrana shu birinchi betda ko'rganimizni singari yana bir eslab o'tamiz. Hujayra membranasi faqat lipid qo'shqavatdangina iborat emas. Bu yerda transmembrana oqsillar bor, integral oqsillar bor, periferal oqsillar bor, uglevod ya'ni qismlar bo'lishi mumkin, glikallar deb ataymiz. Shu glikallar hisobiga glikoproteinlar bo'ladi va hokazo. Xo'p, endi qaysi moddalar hujayra membranasidan oson o'ta oladi degan savolni mana endi yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Polyarligi past bo'lgan moddalar hujayra membranasidan oson o'ta oladi. Mana polyarligi past bo'lgan moddalar bu yoqda berilgan. Endi polyarligi yuqori bo'lgan moddalar hujayra membranasidan o'tishi qiyin bo'ladi.
mana endi amid kationni endi mana bu R radikal qism dum qanchalik uzun bo'ladigan bo'lsa hujayra membranasidan o'tib ketishi oson bo'ladi. Endi kaltaroq bo'ladigan bo'lsa amid kationlar ni hujayra membranasidan o'tishi qiyinroq bo'ladi. Eng qiyin bo'ladi deb atasak ham bo'ladi mana shu qatorda belgilangan moddalar orasida. Amid kationlardan keyin amid anionlar, bularni o'tishi ham qiyin bo'ladi. Ya'ni karboksil ya'ni yog' kislotalarini e, dum qismi qanchalik kichik bo'ladigan bo'lsa o'tishi qiyin bo'ladi. Undan keyin amid moddalar turadi. Undan keyin asid deyilyapti. Endi ionlanmagan holatni nazarda tutishyapti. Ba'zi bir misol uchun kislotalarning ionlanishi osonroq, qiyinroq bo'ladi. Aytaylik, karboksil gruppani kislotalik darajasi fosfat gruppanikidan kichikroq, fosfat gruppaniki sulfat gruppanikidan kichikroq. Shuni singari bir ma'no bor. Ionlanmagandan ko'ra ionlangan o'tishi qiyinroq. Ionlanmagan karboksil kislotalarni, ya'ni yoki yog' kislotalarini R uzunligiga qarab ionlanganlarga nisbatan o'tishi osonroq bo'ladi. Xo'p, fenol moddalarni o'tishi mana yuqoridagilarga nisbatan qiyinroq, ya'ni o'tib ketishi osonroq, sababi gidrofilligi pastroq, ya'ni polyarligi kamroq. Agar mana bu OH gruppa bo'lmaydigan bo'lsa, benzol ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, bundan ham oson bemalol o'tib keta oladi. Endi bu yerda faqat mana bu OH guruh tutganlar haqida gap ketyapti. Primary alkohol deyilgan birlamchi spirtlar bundan ko'ra osonroq o'tadi hujayra membranasidan. Mana bu ko'rinishdagi moddalar, ya'ni ikkilamchi spirtlar, birlamchi spirtlarga nisbatan gidrofobligi yuqoriroq, bular ham bemalolroq o'tadi. Uchlamchi spirtlarda ikkilamchi spirtlarga nisbatan gidrofobligi yuqoriroq, shuni hisobiga bularni o'tishi osonroq. Alohida misollar bor, buni hozir keyingi betada ko'rib chiqamiz. Endi OH guruhlarga nisbatan keton guruh tutganlarni hujayra membranasidan o'tishi osonroq. Mana aldegidlar ketonlardan ko'ra osonroq. Amin guruh tutganlar bulardan ham ko'ra osonroq. Ikkilamchi amin bo'ladigan bo'lsa, birlamchi aminlardan ham ko'ra osonroq. Ya'ni shu, ya'ni ionlanish darajasi va yoki gidrofobligi, gidrofilligi munosabatlari hujayra membranasidan qanchalik oson yoki qiyin o'tishini belgilab beradigan ta'sirlardan asosiysi hisoblanadi. Endi mana bu yerda ko'rsatilyapti, murakkab efirlar yuqoridagilardan ko'ra osonroq o'tadi. Endi ikkilamchi aminlar, uchlamchi aminlar yuqoridagilardan ko'ra osonroq o'tadi. Mana bu oddiy efirlar yoki halqali uglevodorodlar ya'ni yuqoridagilardan ham osonroq o'tadi degan shu ma'lumotni keltirishgan. Sababi mana bu qatorda joylashgan moddalarni polyarligi juda ham past, mana ularni polyarligi o'rtacharoq, mana buni polyarligi bulardan ko'ra yuqoriroq va mana bu karboksil guruh tutganlar, amino guruh tutganlar, ya'ni amid guruh tutganlarni polyarligi, amino guruh emas, uzr, amino guruh bu yoqda turibdi. Amid guruh tutganlarni polyarligi bularga nisbatan ancha yuqoriroq hisoblanadi. Umumiy, ya'ni mexanizm shu. Endi buni ichida molekulalarni o'zini strukturasi qay darajada ekanligini ham analiz qilish kerak bo'ladi, lekin umumiy dag'alroq xulosa, ya'ni shuni atrofiga quriladi. Xo'p, endi mana bu yerda mana keltirilyapti, qaysinisi osonroq o'tadi, qaysinisi qiyinroq o'tadi. Mana bu moddalar hujayra membranasidan juda ham qiyinchilik bilan o'tadi. Inazitol 6 ta OH tutgan mana modda qiyin o'tadi, chunki suv beruvchanligi juda ham yuqori, 6 ta OH gruppasi turibdi. 5 ta OH guruhi tutgani balki osonroq o'tadi. Umuman amaliy jihatdan bularni o'tishi juda ham qiyin. Nisbiy aytganman emas, lekin 4 ta OH guruh tutganniki 3 ta guruh tutgannikidan osonroq. Endi mana bu
OH bittasi bu yoki bu yerda yoki bu yerda joylashishini ham o'zi farqi bo'ladi. Bitta OH kamayishi hisobiga hozir ko'rsatilyapti. High bioavailabilitydan mana low bioavailabilityga o'tyapti. Chunki hujayraning ichiga yetib borishi qiyin bo'ladi. Suvda eruvchanligi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni oltin o'rtachaligi topishga harakat qilish kerak. Ba'zi bir misol uchun ilmiy majlislarda suvda eruvchanligi yuqori qilish kerak, yuqori qilish kerak deb ko'p gapirishadi. Suvda eruvchanligi o'ta yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa, hujayra membranasidan o'tishi qiyinlashib ketish hisobiga misol uchun teskari effekt berish ehtimoli juda ham yuqori. Shunaqangi bir umumiyroq xulosalar bor. Qaysidir misol uchun gidrofob moddaga aytaylik glyukoza ulanadigan bo'lsa teskari effekt berib qolishi mumkin. Fruktoza ulanadigan bo'lsa effekti yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ya'ni glyukoza ulanishi hujayra membranasidan o'tishini qiyinlashtiradi. Fruktoza ulanishi oshirishga xizmat qilishi mumkin. Shundan kelib chiqadi. Ya'ni shunga nisbatan mana high bioavailability, low bioavailability degan ya'ni nuqtai nazar kelib chiqadi. Bu yog'i lipofil, bu yog'i gidrofil degan bir ya'ni munosabat kelyapti. Endi shunga o'xshagan nimani mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Karboksil guruh bor, bunda ham mana ikkitasida endi karboksil guruhi mana metillangan hosilalar turibdi. Endi mana bu yerda OH turibdi, bu yerda GOH metillangan, mana bu yerdagi OH metillangan, metoksi gruppaga aylangan. Buni hujayra membranasidan o'tishi bunga nisbatan osonroq, chunki endi mana bu yerda ikkita OH emasda metoksi guruh turibdi. Shu ya'ni gidrofobligini oshirishiga ta'sir ko'rsatadi metoksi guruh OHga nisbatan. Endi mana bu holatda mana metoksi guruh bu yerda mana metillangan karboksiy hosila turibdi. Mana bu yerda OH turibdi. Endi mana bu yerdagi metilli o'rniga ya'ni metoksi guruh o'rniga bu yerda endi mana prenil guruh joylashgan. Buni hujayradan membranasidan o'tishi mana bu molekulaga nisbatan ancha yuqori, oson bo'ladi. Sababi gidrofobligi anchagina yuqori hisoblanadi. Hop, keyingi bet. Mana endi spirtlar, birlamchi spirtlar metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, geksanol, geptanol hammasida mana metanol bilan etanolni hisobga olmaydigan bo'lsak, bir propanol, bir butanol, bir pentanol, bir geksanol, bir geptanol turibdi. The longer carbon chain, the longer hydrophobic tail. Qancha ya'ni mana bu CH2 guruhi uzunligi qancha ortib boradigan bo'lsa, dummi gidrofobligi shuncha yuqori bo'ladi. The longer carbon chain, the higher cell membrane permeability. Ya'ni qancha uzun bo'ladigan bo'lsa bu CH2 dum, oxiri CH3 tabiiyki, buni ya'ni hujayra membranasidan o'tishi osonroq bo'ladi. The longer carbon chain, the lower water solubility. Endi mana bu nima qanchalik oson bo'ladi, kalta bo'ladigan bo'lsa, uglerod dumi, buni molekularni suvda eruvchanligi shuncha yuqori bo'ladi. Suvda eruvchanligi yuqori bo'lgandan keyin hujayra membranasidan o'tishi ham qiyin bo'ladi. Ya'ni metanol mana bu moddalarning ichida suvda eruvchanligi eng yuqori bo'lgan. Undagi etanol, propanol, butanol, pentanol, geksanol, geptanol qatorida suvda eruvchanligi kamayib boradi. Dummi ya'ni gidrofob uchastkani uzunligi hisobiga. Xo'p, endi eksperimental natijalar bormi? Ha, bor. Mana bundan buyog'i nima nazariya olingan, yozilgan shu yerda. Bu yog'i mana eksperimental tasdig'ini topgan ma'lumotlar. Har bittasini ustida to'xtalib o'tirmaylik. Mana etanol, propanol, birlamchi ikki propanol, uzr. Mana etanol, birlamchi propanol, birlamchi butanol, birlamchi pentanol, birlamchi geksanol. Endi bu nazariy. La qatorida mana ya'ni kamayib boryapti. Suvda eruvchanligi, gidrofobligi ortib boryapti va hujayra membranasidan o'tish ehtimoli ortib boryapti. Endi birlamchi propanolga nisbatan ikkilamchi propanol ya'ni suvda eruvchanligi ya'ni qiyinroq.
birlamchi propanolga nisbatan ikkilamchi propanolli suvda eruvchanligi qiyinroq degan bir mana ma'lumot bo'lyapti. Ya'ni hujayra membranasidan birlamchi propanolli o'tishi ikkilamchi propanolli o'tishiga nisbatan osonroq. Mana pentanol misolida ko'raylik. Hammasida umuman shu nima bor. Birlamchi propanol, ikkilamchi propanol, birlamchi butanol, ikkilamchi butanol va uchlamchi, to'rtlamchi butanol terda. Endi birlamchi pentanol, ikkilamchi pentanol, uchlamchi pentanol turibdi mana bu yerda. Nima bo'lyapti? Ya'ni birlamchi pentanol strukturasi mana uzun gidrofob dum 1 2 3 4. Mana buni hisobga olmaylik. Mana 4ta uglerod CH2 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 CH3 turibdi. Pentanolda. Endi pentanol 2da, 2 pentanolda 1 2 3. Gidrofob dum 3ta turibdi. Bir qismi endi bu yoqqa o'tyapti. Ya'ni mana bu OH ta'siri borda endi buni gidrofobligini biroz kamayishiga. Tushunyapsizlarmi? Endi uchlamchida mana ya'ni uchlamchi emas, uzr. Pentanol 3ta uchlamchi bordimi? Uzr so'rayman. Pentanol 3ta mana CH2 CH3 CH2 CH3 bo'lib turibdi. 2 pentanol va 1 pentanolga nisbatan ham hujayra membranasidan o'tish ehtimoli ya'ni eksperimental pastroq bo'lishi aniqlangan. Mana geksanol 2 dan ko'ra geksanol 3 o'tishi sekinroq. Geptanol 2 ga nisbatan geptanol 3 ga. Ya'ni shu ma'lumotlar qaysi modda ya'ni hujayra membranasidan osonroq o'tadi, o'tmaydi deganini tushunishimizni osonlashtirishi mumkin. Tushunmagan bo'lsalar videoni yana boshidan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Umuman ma'lumot ko'p, maksimal kamaytirib to'plab tushuntirishga harakat qilyapman. Xo'p, endi mana qutublilik degan narsani mana tushunishga harakat qilaylik. Suv mana gidrofillik, gidrofoblik deymiz. Gidrofillik suv bilan yaxshi aralashishi, gidrofoblik suv bilan yaxshi aralashmasligi. Endi suv bilan qaysi moddalar yaxshi aralashadi? Qutubliligi bor moddalar. Chunki suv o'zi ham qutubli modda. Suv o'zida qutub bormi? Bor. Mana kislorod joylashgan qisman manfiy, ikkita vodorod joylashgan mana bu ya'ni elektronlarni ya'ni sferik joylashuvi aytaylik nisbatan ya'ni qisman musbat ko'rinish hosil qiladi. Shu nuqtai nazardan suv polyar molekula hisoblanadi. Ammiak polyar molekulami? Polyar molekula hisoblanadi, chunki mana azotga nisbatan mana bu 3ta vodorod bitta tomonda joylashadida. Endi metan bo'lganda bu qoida bo'lmaydi, chunki metandagi mana bu 4ta vodorodni joylashishi uglerodga nisbatan bir xil. Ya'ni mana bu 3ta vodorodni joylashishi mana bu vodorodga nisbatan bir xil. Bu endi hozir bir ya'ni one dimensional nima deymiz? Bir o'lchamli rasmda bu. Bir o'lchamli rasmda xuddi mana vodorod bunga nisbatan uzoqroqqa o'xshab ko'rinadi. Lekin bu 3ta vodorod mana vodorodga nisbatan bir xil masofada joylashgan. Shu nuqtai nazardan metan qutubsiz molekula hisoblanadi. Non-polar covalent bond. Qutubsiz molekula hisoblanadi. Kislorod qutubsiz molekula hisoblanadi. Bir xil atomdan iborat. Tabiiyki azot molekulasi qutubsiz. Karbonat angidrid mana bu yerda. Bu ham qutubsiz, chunki mana bu ikkita kislorod nisbiy elektr manfiyligi uglerodga nisbatan yuqoriroq bo'lsa ham, ya'ni uglerodga nisbatan ikkalasi bir xil masofada joylashgan. Bir-biriga bir qaysidir tomondan yaqinlashib qola olmaydi mana bu ikkita vodorodga o'xshab. Shu nuqtai nazardan, ya'ni nisbiy elektr manfiyligi borligi nuqtai nazardan suv qutubli bo'lsa ham, karbonat angidrid qutubsiz. Nisbiy elektr manfiyligi o'rtasida farq bo'lsa ham. Sababi ikkita kislorodni ya'ni joylashishi uglerod markaziy atomga nisbatan bir xil joyda, ya'ni simmetrik hisoblanadi. Men o'ylayman hozirgi mana shu tushuntirishimiz biroz qutublilik haqidagi tasavvuringizni yaxshilagan bo'lishi mumkin. Ko'proq ma'lumotni ingliz tilida YouTubedan qidirib ko'rsangiz tushunishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Endi
Mana hozir bitta fikrni tugatib qo'yaylikda. Karbonat angidrid hujayra membranasidan bemalol o'ta oladimi? Ha, o'ta oladi, qutbsiz. Chunki dum mana bu dum ham qutbsizda. Shu qutbsiz bilan oson aralashadi, bemalol o'tadi. Qutbli bilan. Mana bu bemalol o'tadimi? Ha, sababi qutbsiz. Bu bemalol o'tadimi? Ha, sababi qutbsiz. Azot bemalol o'tadimi? Ha, sababi qutbsiz. Metan bemalol o'tadimi? Sababi ha, sababi qutbsiz. Suv bemalol o'tadimi? Yo'q, o'ta olmaydi bemalol. Amonyak bemalol o'tadimi? Endi amonyak gaz ko'rinishida baribir o'tib ketish ehtimoli biroz bor. Metanga nisbatan ancha past, lekin hujayrada qanchadir qismi albatta buni ionlangan holatda ammoniy ion ko'rinishida bo'ladi. Ammoniy ion ko'rinishida bo'lgandan keyin o'tishi juda ham qiyin bo'ladi. Endi ionlar nima uchun o'ta olmaydi degan narsani mana tushunishga harakat qilamiz. Osmotik bosim degan mavzuni tushunib olsa, videoni ko'rsalar, ya'ni mana bu gidratlar yaxshigina o'zini stabilligiga egaligi tushuntirilgan. Natriy musbat bo'lgani uchun suvi qisman manfiy tomoni bilan o'zaro tortishadi. Xlor manfiy bo'lgani uchun suvi qisman musbat tomoni bilan o'zaro tortishadi va ikkalasi ham mustahkam, ya'ni gidratlarni hosil qiladi. Natriyni atrofida 4 ta yoki 6 ta suv molekulasi joylashishi mumkinligi keltirilgan. Xlorda ham adashmasam shu 6 ta bo'ladi shekilli, shu rasmda keltirilishi bo'yicha. Lekin natriyda 4-6 degan ma'lumotlar bor. Endi gidratlar hujayra membranasidan oson o'ta oladimi? Yo'q. Nima sababdan? Chunki gidratlarning atrofi suv bo'lib yotibdi. Gidrat bo'lmagandachi? Gidrat bo'lmaganda degan savolimiz o'zi noto'g'ri bo'ladi. Mana bu gidrat ichidan ajrab chiqib ola olmaydi natriy. Mabodo bo'lmaganda ham o'ta olish qiyin bo'ladi, chunki bu zaryadlangan zarracha. Zaryadlangan zarrachani qutbsiz qismi orasidan o'tib ketishi tabiiyki qiyin. Bu ma'lumot ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana bu yoqda yana biroz ma'lumotlar bor. Hop, bog'i kuchlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Endi buni ham mavzuga taalluqli bo'lgan qismlarini biroz tushunib ketaylik. Dipol ta'sirlar 30 kilojoule mol kuchga egaligi, vodorod ta'sirlar 40 kilojoule mol kuchga egaligi aytib o'tilgan. Kovalent bog'lar 100 dan 500 gacha, ion bog'lar 100 dan 500 gacha, metal bog'lar 80 dan 600 kilojoule molgacha bo'lishi mumkinligi. Gidrofob ta'sirlar mana 1 dan 20 ya'ni kilojoule molgacha ta'sirga ega bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Endi mana bu yerda ham shuni singari umuman nisbati o'zaro o'xshash, ya'ni mana bu nimalari turlicha berilgan bo'lsa ham. Xo'p, endi nima aloqasi bor bizni tushunishimizga? Hujayra membranasini gidrodinamik, ya'ni stabilligi haqida, ya'ni shu to'lqinsimon u yoqqa bu yoqqa borib kelish ehtimolligi bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uzilib ketmasdan o'zaro bir-biri bilan suv molekulalari va yog' molekulalarini o'zaro tortishib turishini ta'minlaydigan kuchlar bor. Shu kuchlarning ichida eng ya'ni hissasi ko'pi, ya'ni bu yerda bo'lyapti ion ta'sirlar. Chunki bu suv bilan yog' o'rtasida kovalent bog' yo'q, metal bog'lanishlar tabiiyki bo'lmaydi. Ion ta'sirlar asosiy kuch belgilab beradi. 100 dan 500 gacha deyilyapti. O'sha ion ta'sirlarni kuchi eng katta. Endi dipol ta'sirlar deyilgan. Ion dipol ta'sirlarni endi keltirishmagan. Ion dipol ta'sirlarni roli asosan eng katta hisoblanajak, chunki fosfat gruppa bilan misol uchun suv bir nechtasi tortishi mumkin. Ionlangan, ya'ni amino guruh bilan suv molekulasini dipol ta'siri vujudga kelishi mumkin. Shular ya'ni yog' va suv molekulalari o'rtasidagi o'zaro tortishuvni ta'minlab beradi. Endi mana bu yerga
xolesterinni mana strukturasini berib ketganmiz. Bu xolesterin mana bu oralig'ida bo'lmaydi. Chunki mana bitta og'ash turibdi xolos, e'tibor bergan bo'lsanglar, deyarli to'liq mana gidrofob yuzaga ega, katta gidrofob sferaga ega. Asosan mana shu gidrofob dumni orasida joylashgan bo'ladi xolesterin. Ya'ni hujayra membranasini gidrofob qismida, oraliq qismida joylashgan bo'ladi. Shuni tushuntirish uchun mana bu yerga rasmni keltirib o'tganmiz. Xo'p, keyingi betda. Endi dori moddalarini targetlash vazifasi qo'yilayotganda, ya'ni qaysidir retseptorga borib bog'lanishi vazifasi qo'yilayotganda, drug discovery yo'nalishida, ya'ni dori moddalarini kashf qilish yo'nalishida qo'yiladigan talablardan bittasi shu moddalarni amfifil xususiyatga ega bo'lishligi hisoblanadi. Amfifil xususiyat degani suvda ham yog'da ham eruvchan xususiyat. Suvda ham yog'da ham eruvchan bo'lsa, bu dorilarni, ya'ni suvda eruvchanligi yaxshimi? Ha, endi yog'da eruvchanligi yaxshiligi nimaga kerak? Hujayra membranasidan oson o'tib olishi uchun. Shu nuqtai nazardan mana har xil ya'ni guruhlar, ya'ni metillangan amino guruhlar, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi har xil guruhlar ulanib ko'riladi va bularning ichidan ta'siri yuqoriroq bo'lganlari tanlab olinadi. Shu ya'ni mana bu drug discovery'ni strategiyalarini ichidagi, ya'ni bitta yondashuvlardan hisoblanadi. Ya'ni dori moddalar nafaqat targetlash xususiyatiga ega bo'lishi, flexible bo'lishi, ya'ni qaysidir bog'lanib o'ynab turishi, stabil bo'lishi, fizik jihatdan stabil bo'lishi, kimyoviy jihatdan stabil bo'lishi kerakligi va shu bilan birga amfifil xususiyatga ega bo'lishi kerakligini tushunib olamiz. Xo'p, endi bu yerda mana diffusion through the lipid bilayer deyilgan, YouTube'dan olingan veb saytini qo'ymanman, uzr so'rayman, YouTube'da qidirsanglar chiqib keladi. Bundan mana ko'rishimiz kerak bo'lgani, suv molekulalari mana shu oq va qizillar qaytib o'tib ketyapti. Oq va qizil, mana suv molekulasi kelyapti, o'tib ketyapti. Kelyapti, o'tib ketyapti. Boshidan ko'ramiz. Endi karbonat angidrid, mana shu karbonat angidrid bemalol o'tib ketyapti. Yana boshidan ko'raylik. Model qilishgan, endi video qilib, karbonat angidrid keladi, o'tib ketadi, sababi qutbsiz molekula hisoblanadi. Endi mana bu katta nimalar, endi katta atomlar bo'lishi mumkin deb tasavvur qilaylik, ion deb tasavvur qilaylik. Endi gidrat holida keltirishmagan ionlar hujayra membranasidan o'ta olmaydi, faqat shu mana bu ion kanallardan, misol uchun kaliy kanaldan o'ta oladi xolos. Endi mana bu videoda theoretical and computational ha, ajoyib video. Oldin ham narigi video darsligimizda ko'rsatgan bo'lishim mumkin. Water passage through a channel deyilyapti. Ana suvi alohida ion kanal, ya'ni alohida suv kanallaridan o'tishi. Mana bu yuqoridagi oqsilni hozir ko'rdik-ku. Shu oqsilga o'xshagan mana shu oqsilga o'xshagan alohida kanallar bor. Orasidan ionlar o'tishi mumkin, suv o'tishi mumkin. Shu kanallar hisobiga suv molekulasi hujayraning tashqarisidan ichkarisiga, ichkarisidan tashqarisiga o'ta oladi. Mana millionlab marta kichik sekinlashtirilgan varianti suv molekulasi bu yoqqa o'tadi. Alohida buning ichida mana qismlar bor, buni nazorat qiladigan. Shu suvi, ya'ni hujayra membranasining bir qismidan ikkinchi qismiga o'tishini ta'minlab beradigan, ya'ni sabablardan biri hisoblanadi. Endi mana bu modda, hozirgi videoda mana shu yerda keltirilgan modda DPPC, hujayrani ichidagi eng ko'p uchraydigan yog'lardan bittasi. Dipalmitoil fosfatidilxolin molekulasi misolida molekulyar dinamika qilib ko'rishgan. Molekulyar dinamikada hujayra membranasida qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Ko'ramiz hozir shuni.
gidrofob qism, gidrofil qism, suv molekulalari bu yog'i. Endi hozir biroz vaqt o'tgandan keyin bitta molekulani o'zinigina qoldirishadi, ko'rishimizga oson bo'lishi uchun. To'xtatayda shu yerda. Nima uchun biz buni tushunishimiz kerak? Hujayra membranasi nima uni mozaika deyiladi. Shu mozaika faqat to'lqinsimon ko'rinishdagina deb tasavvur qilmaylik. Mana bu ya'ni yog' molekulalarni gidrofob dumlari ham o'zaro ya'ni harakatda bo'lib turadi. Shuni ham ya'ni mozaikada o'zini roli bor. Uzr so'rayman. Shu ko'rinishda ya'ni o'zgarib turadi. Gidrodinamik muvozanat deganda shu jihatlar bor. Mana endi hozir e, perpendikulyar ko'rinishda bizga namoyon qilishadi buni. Hozir mana yon ko'rinishi, yon tomondan rakursi bizga ko'rsatilyapti. Mana yuqori qismida endi ko'rsatilyapti. Suv molekulalari olib tashaldi. Endi suv molekulalari olib tashalgani bilan birga mana bu dipalmitoil fosfatidil xolinni ko'rinishi ham mana bizga aks ettirilyapti. Fosfatidil xolinni mana ikkita dumini ko'ringlar, qanchalik mana o'zgarib turibdi. Shunchalik o'zgaradi, ya'ni flexibility'si bor. Chunki mana bu yerni ko'radigan bo'lsak, bu dumda ham, pastdagi dumda ham hech qanaqangi uzun nima yo'qda. Uzun dumni ichida qo'sh bog'lar yo'q. Qo'sh bog' bo'ladigan bo'lsa, mana bu fleksibilitysi kamaygan bo'lar edi. Fleksibilitysi kamaymaydi qo'sh bog' borligi yo'qligi uchun. Qo'sh bog' qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, fleksibilitysi kam va harakatchanligi kamroq bo'ladi. Shuni ya'ni dipalmitoil fosfatidil xolin misolida mana videoda juda ham chiroyli qilib ko'rsatib berishgan. Men o'ylayman shu masala ham sizlarga tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi keyingi bet. Water permeation through a phospholipid membrane. Mabodo bitta suv molekulasi fosfolipid membranani gidrofob qismini ichiga kirib qolsa nima bo'ladi degan mana savol. O'tib keta oladimi degan savolni mana yechimini topish uchun mana nima qilib ko'rishgan, modellar ko'rishgan. Molecular Dynamics MD. Shu dinamika qilib ko'rishganda necha soatligi menimcha bu yerda yozilmabdi, 20 soatdan ko'proqdi shekilli. O'tib keta olmaydi, o'tib ketishi juda ham qiyin bo'ladi degan mana nimani xulosaga kelishgan. Mana bu yoqda ko'rdingiz qanchalik gidrofob qatlam orasida tiqilib qolishi. Keyinchalik misol uchun shu birovni harakati nuqtai nazaridan aytaylik chetroqqa kelib qolsa, bunda ham bemalol o'tib ketishi oson bo'lmaydi suvli qatlam orasiga. Sababi gidrofob qatlam orasida amfifil qatlam bor. Shu amfifil qatlam orasidan ham o'tib ketish baribir osonlikcha yuz bermasligi shu video materialda ko'rsatib o'tilgan. Sifati o'zi videoda shunchalik yaxshi emas. Mana veb-sayti keltirilgan, shu yerdan ko'rsalar bo'ladi. Xo'p. Shu oxirgi video ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Umid qilaman ushbu videomiz sizlar uchun foydali bo'lgan. Duo qilishingizga umidvormiz. Salomat